siyosiy vaziyatlar, dunyo iqtisodi, fan texnika, biz Sultan ekranida. Assalamu alaikum. Vatan Qutuluş topumuzdaki barcha aziz qarindoshlar. Hammalar salomatmisizlar? Hammalarni bugungi ulug' kunlarning biri bo'lgan juma kuni bilan muboraklayman. Shu kunga yetib kelganimizga hamda boshliq zuvanimizni chiqarib so'zlab harakat qilayotganimizga Alloh rozi bo'lsin hamda shukrlar qilamiz. Ha aziz qarindoshlar, jumadan jumagacha mana shunday xush xabarlar kirsin deb Allohdan tilaymiz hamda o'zimiz harakatimizni to'xtatmaymiz. Mana bugungi mushu kirgan xush xabardan bek xushal bo'ldik. Shu Amerikadagi tashkilot a'zolariniki hammasiniki birlikda mushu ishni qo'lga ilib, mushu bir go'zal, chiroyli, aziz, jin uyg'ur chiroyli qarindishimizni, yosh bolamizni shu turmadan qutuldirib Amerikaga olib kelgani uchun ularga cho'ng o'zimizning minnatdorligimizni, tashakkurimizni bildiramiz. Ularning hammasiga biz zo'r salomatlik, xotirjamlik hamda mana shunday millat uchun qilayotgan xizmatlarda hech qanday putlashmasdan, putlashganlarga yo'l bermasdan, o'zlarininki millat uchun kuyingan, vatan uchun suyungan xizmatlarini mana shunday jasoratli holda berib, bizga doim mana shunday xushhallikni avatib turishini biz kutamiz hamda umid qilamiz. Shu bolamizga Alloh taologa mana erkin davlatga chiqishga yor yo'lak bo'pti. Qarindoshlarimiz xizmat qilibdi. Shu bolamizmi endi bizning qarindoshlar bilan birlikda vatan uchun, millat uchun xizmat qiladi deb umidimiz zo'r. Hammalarni Allohga omonat hamda mushu yerda yozilgan so'zni hozir men qayta tushirib, sizlarga shu so'zni o'qib qo'ymoqchiman, chunki bu yerda nurg'un qarindoshlarimiz mushundaq lotincha yozilgan so'zlarni o'qiyamaydi ekan. Shuning uchun shularni xabardor bo'lib qolish uchun men o'qib qo'yay dedim. Uning uchun meni aybga buyurmasizlar deb tushunmay qarindoshlarim. Allohga omonat hammalarni.